23-4 savolimizda 36 ta lotrix ip hosil qilgan va bu ipni hosil qilishda qatnashgan zigotalarning 50% qatnashibdi. Zigota hosil qilishda esa gametalarning 75%. Umumiy gametalarni toping deyapti. Ya'ni bizda bitta zigotadan 4 ta lotrix ipi hosil bo'ladi. Bizda 36 ta lotrix hosil bo'libdi. Qancha zigota ishtirok etgan? Buni topadigan bo'lsak, 36 ni 4 ga bo'lsak 9 ta. Endi bizda bu 9 ta zigotamiz 50% ekan. 100% qancha? 100% ni topadigan bo'lsak, demak 18 ta. Bizda zigota hosil qilishda izogametalardan demak 2 ta ishtirok etadi va bitta zigota hosil bo'ladi. 2 ta izogametadan bitta zigota hosil bo'lsa, bizda 18 ta zigota hosil bo'lgan. 18 ta zigota hosil bo'libdi. Va mana shu 18 ta zigotani hosil qilishda demak qancha izogameta? 32 ta izogameta ketyapti. Va bu 32 ta izogametamiz necha foiz deyapti? 75% ekan. 100% qancha deb topadigan bo'lsak, 48 ta degan javob chiqyapti. Demak, javob D javob bo'lgan.